Bismillahirrohmanirrohim. Qissatu Yunus va hikmatuha. Yunus alayhisalomning qissasi va uning hikmati. Va ta'ti qissatu Yunus maqrunatan bi qissati Ayyuba. Yunus alayhisalom qissasi Ayyub alayhisalom qissasiga qo'shilib keladi. Maqrunatan birga qo'shilib keladi deymiz. Muayyidatan laha fi isbati qudratillahi ta'ala va lutfihi bi ibadihi. Alloh taoloni qudratini va bandalariga bo'lgan Alloh taoloning lutfini isbot qilishlikda muayyidatan mana shu Ayyub alayhisalomni qissasini qo'llab-quvvatlab keladi deymiz. Demak, Yunus alayhisalom qissasi Ayyub alayhisalom qissasi bilan birga keladi va Ayyub alayhisalom qissasini qo'llab-quvvatlaydi. Nimada desa, Allohning qudratini isbot qilishlikda, bandalariga bo'lgan Allohning lutfini, mehribonligini isbot qilishlikda. Va ig'osatihi lahum hina yanqati'u ar-raja'u, va umid uzilgan paytda ularga Alloh taolo yordam berishligini isbot qilishlikda qo'llab-quvvatlab keladi deymiz. Tepaga bog'laydi. Va yana qachon nima deydi? Ularga Alloh taolo yordam beradi desa, va nima umid uzilgan paytda va qatl qiluvchi umidsizlik va tim qora qorong'ulik o'rab olgan paytda. Va tansaddu jami'ul manafidi, barcha chiqish yo'llar to'silganda, va nur ham, havo ham, umid ham, amal, orzu ham, umid ham bo'lmagan paytda deymiz. Yaduru rahal mauti qawiyatan sari'atan tathanu habbatal hayati na'imatan daqiqatan. O'lim tegirmoni roha deb anaqaga aytiladi. Eski zamonda mana unaqa un qilishlik uchun ikkita katta tosh bo'ladi. O'sha toshning o'rtasiga dondunlar qo'yiladi. O'sha bug'doy qo'yiladida, keyin tepasidan nima deydi? Mana shu katta tosh aylantiriladida, keyin ichidan unlar chiqadi. Mana shunga roha deyiladi. Demak, o'lim tegirmoni desak ham bo'ladi. O'lim tegirmoni tezda va kuchli aylanadi. Tathanu habbatal hayati na'imatan daqiqatan. Hayot donini yumshoq va daqiq qilib tugib tashlaydi. Ya'ni aytayapti-da, mana bu Alloh taolo qachon bandaga yordam beradi desa, shunchalik umidsizlikka tushib qolganda, aytgandek nima deydi? Umid uzilib qolganda va ya'ni nur ham, havo ham bo'lmaganda, mana shunaqa qiyin holatda Alloh taolo bandasiga yordam beradi. Va mana shu yordam berishni isbot qilishlikda Yunus alayhisalomning qissasi Ayyub alayhisalom qissasini quvvatlab keladi, deyapti. هنالك تبرز يد القدرة الإلهية القوية القاهرة الرحيمة الحكيمة. خب mana bu yerda yadul qudratu debdi, yadul qudrati desak ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, mana shu yerda rahimli, hikmatli, g'olib qiluvchi kuchli ilohiy qudrat qo'li ko'rinadi. فتخرج هذا الإنسان الضعيف من أشداق الأسد الضاري والموت الفاتك. وزعيف إنسانni vahshiy sherni jag'laridan va halok qiluvchi o'limdan chiqarib oladi. فيخرج سليما غير مخدوش. Hech tirnalmasdan salomat chiqadi. كاملا غير منقوص. Kamilan g'ayra manqusin, komil bo'lib chiqadi. G'ayra manqusin, biror bir nuqsonsiz chiqadi. Kadnama kana ala firashihi fi baytihi. Go'yo uyida, to'shagida yotgandek bo'ladi. Mahfuzan bayna ahlihi, o'z ahli oilasining o'rtasida saqlangan, uyida, to'shagida o'tirgandek bo'ladi, deyapti. Ya'ni Alloh taolo shunday inson juda ham qiyinchilikka tushganda, bo'ldi mana pishdim, o'ldim degan paytda Alloh taolo shunday qutqarib qo'yadi-da va go'yo hech narsa bo'lmagandek bo'ladi. Bu o'tgandagilar bir yomon tush ko'rib uyg'ongandek bo'lasiz. Nimaga bunday deyapti desa, chunki tepada Ayyub alayhisalom qissasi ham shunaqa bo'ldi-yu. Ayyub alayhisalom shunaqa boy bo'la turib, bola chaqalari bo'lib turib, Alloh taolo shunday imtihonga soldi. Bu imtihonda hamma yuzi o'girib ketuvdi. Bittagina ayoli qoluvdi. Ham badanida ham imtihon ko'ruvdi.
har xil kasalliklar bo'lib, keyin Alloh taolo shifo berib va mol dunyo berib, uni 2-3 barobar qilib berib, shunday nima deydi, imtihon tezda o'tib ketdi va mana bu hamma qiyinchiliklar go'yo bo'lmagandek edi. Ya'ni tepada aytgandek, Alloh taolo bandalarni shunaqa juda ham qiyinchilikka tushib qolganda ham Alloh taolo qutqarib qo'yadi.